o'zingiz sevgan multik qahramonlik maktab buyumlarini sotib olganmisiz? Ota-onangizga katta nabordagi flomaster, qalam yoki kraskalar sotib olishga majbur qilganmisiz? Dugonalaringiz bilan anketa tutish uchun alohida daftarlar ham sotib oldirganmisiz? Har yili ota-onangizga yangi ryukzak sotib oldirganmisiz? Ayniqsa hammanikidan modniy bo'lishini shart deb aytganmisiz? Kundalik daftar sotib olayotganda bunaqasi hech qaysi o'rtog'imda, sinfdoshimda bo'lish kerak emas deb sotib olganmisiz? Oyoq kiyim sotib olayotganda kartonni ustida uni kiyib ko'rganmisiz? Когда это было? 100 лет назад, когда динозавры жили? Bu uzun market bizda bo'lmagan payti bo'lgan. Все своей школе принадлежности заказала с Узумаркета. А я уже все оплатила. Обувь не надо на грязной картонке одевать. Hozirgi bolalar biz qanaqa qiynalib maktab bozorini qilganimizni bilganda edi. Ular hozir shunda uzun marketga kirishadi, mazza qilib o'zlariga ryukzakmi, konstovarmi tanlashadi va maktabga tayyor bo'lishadi. Biz esa bozorlardan shularni hammasini olib qiynalib yurganmiz. Yaxshiyam hozir uzun market bor. U bilan hammasi juda ham oson.